Jizzaxgacha ne faqat pulim qolmagan aka lekin. Bormaysizmi? Assalomu alaykum. Yangi yo'lgacha edi. Pulim qolmagan edi lekin. Ha, bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum aka. Shuna Chinozgacha edi. Pulim yo'q edi lekin aka. Chinoz shunani Bali bozor bor o'sha yerga. Ha, to'g'ri aka. Iloji bormi? Ha? Joningiz sog' bo'lsin aka. Shuna 1 minutga mumkinmi aka sizni? Shuna tusha olasizmi? Assalomu alaykum. Aka, tizimisiz, charchayapsizmi? Tekinga Chinozgacha olib ketaman dedingiz-a. Gap yo'q aka. Aka, Gumma xonimdan yangi filiali ochilgani munosabati bilan yo'q demaгаningiz uchun ozgina kichkina sovg'amiz bor edi aka. Mana shu viloyatdagi polni qatnayotganingizda, shu yo'ldan o'tganingizda aka, bemalol yangi filialimizga kirib o'tiraverasiz. Aka, olib ketaman aka. Aka, rahmat kattaga. Aka, joningiz sog' bo'lsin, charchamang. Iloji bo'lsa, pulim qolmagan edi, olib keta olasizmi aka? Chinoz o'zigacha. Iloji bormi aka? Joningiz sog' bo'lsin aka. 1 minutga tusha olasizmi aka? Chinozgacha aka, tekinga olib ketaman deb yo'q demadingiz. Bizdagi insonlar ko'paysin aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. Yo'q demaganingiz uchun men bu Gumma xonimdan bizdan sizga. Shunaqa yaxshi insonlar ko'payursin. Mana shunaqa yaxshi akalar ham ko'payib yursin. Mana bu Gumma xonim viloyatga qatnaydigan akalar uchun alohida erkak postda o'tgandan keyin o'ng qo'lda ochildi. Videoga bo'lsa bitta like bosib, viloyatga qatnaydigan akalarga yuborib qo'yamiz.